Bugun sotuvga olingan telefonlarimizdan iPhone 6 Pro Max juda kam kelayotgan telefon. A32 Hot 30 Play, A56 5G, A56 5G modellarimiz ko'payib qolgan. Juda kam kelayotgandi. 128 taligidan so'rayotganlar uchun ideal holatda, hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q, korobka dokumentlari bilan telefonlarimiz ikkita sim kartalariga mimika ro'yxatlardan o'tgan. Narxi $265 ga chiqadi. 256 taligidan so'rayotganlar uchun $290 ga korobka dokumentlari bilan. Qulayroq model so'rayotganlar uchun telefonimiz 670 ming so'mga 128 talik, 8 ga 128 bo'ladi. A32 so'rayotganlar uchun telefonimiz yaxshi holatda, ikkita sim kartali bo'ladi. Narxi $95 ga chiqadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. 16 Pro Max so'rayotganlar juda ko'p edi. Telefonimiz kelgan 92 yonkisda bo'ladi. 540 martalar atrofida zaryad olgan. Korobka dokumentlari bilan. Naqdga ham muddatligi ham chiqadi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar. To'liq ma'lumot olish uchun bemalol kommentariyada yozaverasizlar.